Janob Fuyu. Ajoyib va nihoyat sizni uchratdim. U yugurayotganda. Bu ayol kishi edi, uni ko'rdingmi? Ayol kishimi? Bu yerda ikkimizdan boshqa hech kim yo'q-ku. Sen o'zi qayerga ketyapsan? Men Liyanga ketyapman. Spirtli ichimlik. Men do'stim Chongyunnikiga boraman. Uni anchadan beri ko'rmadim. Lekin men o'rmonda anchadan beri adashib yuribman. Kunlar o'tdi, oylar o'tdi. Odamlar o'tishayotganini ko'rardim. Baqirardim ularga, lekin ta'sir qilmadi. Lekin odamlar ular shunchaki e'tibor berishmadi. Tog'lardagi shamol juda nam. Va men ho'l bo'ldim. Va men uchun qish. Sen nima haqida o'ylaysan? Shuncha payt qayerda eding? Va nimalar qilding? Chongyun, kuchli yomg'ir bir necha oydan beri yog'yapti. Uni to'xtashini astoydil istardim va yomg'ir to'xtadi. Bu falokat. Janob Du, qishloq suv ostida qoldi. Tez u yerdan ketinglar. Yo'llarni to'sib qo'ying. Ehtiyotkor bo'linglar. U yerga bor. Tumanga yugurganimni eslayman. Lekin qayerga ketayotganimni bilmasdim. Hamma joyda suv bor edi. Men ho'l bo'lganim ajablanarli emas. Hatto olov ham emas. Olov ham meni isitmaydi. Faqat bu bor. Men bir narsani tushundim. Meni faqat sen ko'rasan. Allaqachon meni o'ldim, to'g'rimi? Shoshma. Kichik ovchi. Siz rostdan ham o'lgansiz. Qishloq ahli uchun hayotingizni xavf ostiga qo'ydingiz, lekin ruhingiz tark etmadi ularni. Siz qahramonsiz. O'lim va hayotga e'tibor bermadingiz. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Axir biz ko'rishmoqchi edik. Mana, buni qarang. Menda bu bor. O'zim o'stirgan bug'doydan spirtli ichimlik tayyorladim. Men buni shuncha payt avaylab keldim. Chunki biz va'da berganmiz. Senga aytishimni Chongyun iltimos qilgandi. Va'dani bajarish iymonga bog'liq. U menga aytdi. Buni qila olmasligingizni bilar edi. Shunday qilib, u seni ko'rgani keldi. Chongyun, men senga aytgandim, haqiqiy dunyo rasmda ekanligini. Endi menga ishonasanmi? Albatta. Bunga shubha qilma. Nega ichimlik olib kelding bu festival uchun? Kichik ovchi. Kichik ovchi. Xayrlashmay ketkim kelmadi. Boshqa yo'limiz yo'q. Bu juda xavfli.
Seni xavf ostida qoldira olmasdim. Shu xavflimi? Nega bir o'zing o'lmoqchi bo'lding? Bunga ishonching komilmi? Shu xavflimi? Ha, men qo'rqaman. Undan ko'ra ketganim yaxshi. Qanday qilib teleportatsiya qila olmayapman? Hozircha men anchadan beri buni kutyapman. Agar Dusi o'lmaganida edi, men undan foydalanishim mumkin edi. Foydasi tegar edi. Biroq u tayoqsiz yonmadi. Endi rasmdagi sharpaga rahmat. U 1000 yillik sharpadan kechib, rasmda qo'shin yaratishimga yordam berdi. Bu butunlay boshqa hikoya. Bu ajoyib tayoq. Men olov yoqishim mumkin. Dunyoning hamma joyida. Bu qo'rquv hidi. O juda shirin. Yo'q, nima bo'lyapti? Kichik ovchi, bu olovga dosh bera olmaysan. Buni tashla. O'zingizni ehtiyot qiling. Kichik ovchi. Jasur ekan. Buni tashla, aks holda o'lasan. Ajdarholar eng ko'p yang energiyasiga ega. Bu olovni men bosa olmasam, yana kim bosadi? O'tirib ol. Bu mening imkoniyatim. Bu jahannam olovi juda shafqatsiz. Men uzoq davom eta olmasam kerak, hatto u bilan ham. Hey sen. Senga nima kerak? Bizni bilishingga ishonmayman. Bizning kichkina fuyuga o'xshayapti. Bu yaxshilangan. Xodi, uni sen tarbiyalagansan. Menga ayt, hali ham u yaxshilanmadimi? Ha, ahmoqlik. U nima deyapti? U sizga nima deyapti? Ahmoqona gaplarni aytdi. Men sizni tanimayman. Ahmoq. Sen hali uni tanimayapsanmi? U seni qoyadan itarib o'ldirishga uringandi. Seni qutqarish kerak edi. Undan nafratlanganingdan u xursand edi. Endi qochishing mumkin. Qaranglar, jin nima qilyapti? Seni 18 yoshga to'ldirish uchun uning kuchi bor edi. O'lmas iblisga aylandi. Sen yashashing uchun buyrug'imni bajarishdan bosh tortgandi. Qara, u senga nimalar berdi? Jasorat, sevgi, himoya va adolat hissi. Bu juda dahshatli. Menga qaramang. Men yomonlik qilishga majbur bo'ldim. Men juda ham ko'p sig'indim. Men yovuzman. Ona, nihoyat sizni topdim. Ona, siz xunuk emassiz. Siz ham shunday go'zalsiz. Avvalgi holingizdek. Sihavu. Men hech qachon kutmaganman. O'sha kunni, meni ona deb chaqirishingizni.
Menda u pushaymonlik yo'q. Hech kim. Kitobni muqovasiga qarab, uni yaxshimi, yomonmi ayta olmaysiz. Siz har doim ehtiyotkor va juda ham yaxshi inson bo'lishingiz kerak. Sen mening quyoshim, faxrimsan. O'g'lim, sen eng yaxshi inson bo'lasan. Kim bo'lishingdan qat'iy nazar, mening eng yaxshi o'g'limsan. Mening eng baxtli hayotim sen bilan bo'lgan. Sen har doim mening o'g'lim bo'lgansan. G'urur va quvonchim. Men sen bilan faxrlanaman. Ona! Qayg'ularingning ta'mi ham juda shirin. O'zingni yomon his qilyapsanmi? U o'zini bosib turdi, seni o'ldirmasligi uchun. Senga rahmi kelgandi xolos. Shuni bilsa ham u o'ziga jabr qildi. Fuyu, bu senmisan? Uni kim o'ldirdi? Yomon fikrlar bilan men tirikman. Shuni tushunmayapsanmi? G'azab ham menga kuch beradi. Men sendan kuchliroqman. G'azabning hidi. Sen juda g'azabdasan. Men seni o'ldiraman. Sening munosabating menga hozir yoqdi. Sen ikkita kuchga egasan. Seni yaxshilik va yomonlik jalb qiladi o'ziga. Ehtiyot bo'lmasang, sen mag'lub bo'lasan. Endi o'zingga qara. Nega tirik yuribsan? U senga nega rahm qildi? Shuni tushungin. Aytgancha, sen qilgan barcha ish yaxshi deb o'ylaysanmi? O'zi o'ylab ko'rganmisan? Seni borliging voqealarni o'zgartiradimi? Agar meni kuzatib bormaganingda, Juping bilan ajoyib do'st bo'lardim. Uni yaxshi ko'rishim yomonmi? Pisonigi meni qabul qilmaydi. Nega oramizga kirdingiz? Siz onangizdan nafratlanasiz. Sevgi haqida hech narsani bilmaysiz. Va jamiyat haqida. Agar sen bo'lmaganingda men davo topardim. Kim ham o'liklarni tiriltira olardi. Hammasi yaxshi bo'lgan bo'lardi. Hammasi seni aybing. Hammasiga aybdor sensan. Sen ularni xafa qilding. Bu seni aybing. Bu seni aybing. Hammasiga sen aybdorsan. Bo'ldi, bas qil. Odamlar juda oson. Rag'batlantirish va manipulyatsiya qila olishadi. Hatto eng kichik tafsilotda ham. Bu hayajonli bo'ladi. Yovuzlikning ta'mini bilasanmi? Har doim u haqida o'ylardim.
Nima bo'ldi? Fuyu. U yomon odam. O'rningdan tur. Fuyu. Men bilan yur. Tez orada cheksiz do'zax yaratiladi, Fuyu. Sening energiyang men bilan bog'liq. Menga qo'shil. Qorong'u tartibni yaratish bu sening taqdiring. U yomon odam. Unga qo'shilma. Qara, bu yer juda chiroyli. Men bular qanday chiroyli so'rilishini ko'rishni xohlardim. Yaxshi. Men seni xohishingni bajaraman. Har qanday holatda ham sen menga qanday qarshi chiqasan? Fuyu. Kichik ovchi. Sen omon qolasan. Menga yana ichimligingdan berasanmi? Fuyu. 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 Afsuski, hali ham tushuna olmayapman. Rasmga nima yetishmayotganini. Balki qushdir. Bu bir stakan spirtli ichimlik bo'lishi mumkinmi? Rasmda tasvirlangan ikki do'st birga ichishgan. Bu inson tabiati. Salom. Ha, yetib keldingmi? Men o'zim hozir boraman. Ismingizni bilsam maylimi? Men Chongyunman. Yomg'irli Chongyun festivalida bir piyola likyor va ajdarho suti bulutlar yorishyapti. Men Duhiyman. Ikkimiz o'xshash ekanmiz. Daryo va undagi suv kabi yoki bulut uzra uchayotgan turnalar kabi. Mana oling, rahmat. Odam qiziq. Men yolg'izman deb o'ylagandim. Sher kabi tanishtirish. Siz ham qiziqsiz. Men sizga o'qishingiz uchun qarz bera olmayman, lekin menda sizga sovg'a bor. Bugun Chongyang festivali. Bu siz uchun. Do'stingiz bilan uchrashganingizda buni ichishingiz mumkin. Rahmat janob. Men qachondir qaytib kelaman. Mayli, salomat bo'ling.
Men sovg'ani qaytarib beraman. Axir bu sizning sevimli choyingiz-ku. Ko'rishguncha. Osmon tog'i ostida oy chiqadi. Cheksiz dengiz o'rtasida esa bulutlar. Shamol minglab millargacha boradi, hatto darvozagacha. Nimaga maqtanyapsan? Barni yopish vaqti keldi. Aytmoqchi, men allaqachon tushundim. Uni ichimlik bilan aralashtirish kerak. Tatib ko'rasanmi? Buni uzoq kutdim. Men hozirgina olingan ingredientlarni bankaga qo'ydim. Maydalangan bug'doy, quritilgan gul, daniol asal siropi, apelsin qobig'i va xrizantema tog'i. Inson hayotining ta'mi, chuqur va javobsiz sevgi. Hammasi tush bo'lsa ham uxlab qolishing mumkin emas. Seni bu tayyorlashingni ko'rib, zaharlanishdan xavotirdaman. Qani tatib ko'r. Do'stni qutqarish o'z samarasini berdi. Yaxshi shifokor bo'l va qo'lingdan kelganini qil. Va'dani bajarish iymonga bog'liq. Sabab va oqibat bor. Yaxshi va yomon jinlar bor. O'sha begunoh jinni qo'yib yubor. Qanday qilib dunyoda zararsiz jinlar bo'lishi mumkin? Jinlarni ovlaydigan faqat bitta odam bo'lishi mumkin. Odamga tegmang. Yo'ldan qoch. Sen haqsan. Men o'yladim. Men barcha muammoni hal qilaman. Odamlarga haqiqatni aytish orqali. Ammo haqiqat tomonidan ovozlashtirildi. Ovoz berish jarayoni va unga ishtirok etishni serial tugadi va sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Allaqachon yo'qolgan bo'lsa ham senga topiladi. Kichik ovchi, sen tirik qolasan. Menga yana ichimlikdan berasanmi? Sen haligi ularning hammasi ortida. Kutilgan mehmon bariga xush kelibsiz.